Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, kuninglar xayrli o'tsin. Mana chempion, BYD chempionlar Smart'i ham yetib keldi. Bugun sizlar bilan bu mashinani eski chempion bilan o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Qatlari nimalari o'zgargan va hozir bitta haydab test qilamiz. Undan oldin bilasizlar, men narxini har doim boshda aytaman. Xo'p, bu mashinamiz narxi 28 mingdan o'rtoqlar. Nalichi tayyor olib chiqib qo'yganmiz. Hozir 6 ta oq kelgan, xudo xolisi yo'lda yana qora va boshqa ranglari ham kelyapti. Bemalol pastki raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Ana endi biz mashinani bitta polni ko'rib, farqlarini ko'rib chiqamiz. Hozir bu mashinani bitta olib chiqib, bosh joyga olib borib, yana bitta polni obzor qilib ko'rib chiqamiz. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, salonda nima o'zgargan, tashqi ko'rinishda nima o'zgargan, yana bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p o'rtoqlar, mana chekkaga oldik. Bemalol endi ko'rib chiqsak bo'ladi. Tashqi ko'rinishlari, farlarni ko'ryapsizlar. Farlari ichi polni, bunda ham hali ham vazirning. Mana bu qoshlari bunaqa joyda, parktronikalar boya aytganimda 6 ta oldiga qo'yilgan va mana yonda kamera qo'shilgan. Mana bu joylariga, bakoy joylariga, bakoy o'zida ham mana kameralari qo'shilgan. Bunda keyin laboyga ham kamera qo'shgan, hamma yoq kamera bo'lgan. Bu nimaga kerak bo'ladi? Mashina avtoparkovkada o'zini avtoparkovka qo'yganda ham endi yanada kuchliroq va osonroq avtoparkovka qiladi. Va orqasida ham mana bu joyda ham kamera bo'lmasdi, bularda yana kamera bu yoqqa ham qo'shilgan. Xo'p, shunda общий kameralarning soni 12 ta bo'lgan. Parktronikalari ham oldi ham orqasi ham 6 ta, 12 ta parktronikasi bo'lgan. Orqa kelgan mana bularda uje eskilarda ham yonadigan chiquvdi, undan oldingilarda yonmasdi. 25 model deyilardi, bular endi uje 26 model deyilyapti. Bularda ham yonadi. Xo'p, orqasini ochadigan bo'lsak, mana o'zin komplektda BYD o'zin zaryadkasi, 7 kW zaryadkasi chiqadi. Bu yerda mana o'zin poliklari, bu yerda mana har xil o'zin znaklari, yana qo'shimcha zaryadkasi. Bu ana 220 volt o'zidan ham olsa bo'ladi BYDlar, shunaqa narsalari, ishqi full komplektda hamma narsasi bo'ladi buni. Mana orqasini ochib, mana shu narsalarni mana mashitga bemalol joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bular uje mana anaqalar yengil emas, uje orqalari elektropaket, yo deyishi, uje pashti hamma mashinalar orqalari elektropaket bo'lib ketyapti. Ko'rinishi, dizayni o'sha chempion, lekin qo'shimcha funksionallik bo'yicha yangi model bar bilasizlar, xitoyliklar tez anaqa qilib turadi. O'zgartirishlar kiritib turadi. Bu yangisida o'zgarishlar shu bo'lgan o'rtoqlar. Xo'p o'rtoqlar, endi bu mashinani bilmagan, ko'rmaganlar ham bor. O'shalar uchun bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Obshivkalariga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, mana tepalari bularning yumshoq material bo'ladi. Bu yoqlari mana eko koja qilingan. 4 tala oynasi ham ko'rishingiz mumkin. Avto bo'ladi. Bu yoqda bakoy ligirovkalari, eshik ochib yopadigan oyna blokirovkalari hammasi mana shu joylashgan bo'ladi va oynasi bilan dvaynoy ko'rasizlar. Oynasi 2 qavatli bo'ladi. Bu shumkani ham yaxshiroq ishlaydi, tosh tekkanda sochilib ketmasligini oldini oladi. Shofir uchun xavfsiz qilingan. Bagaj ochadigan joyimiz bo'lsa, mana mana shu yerda qoldirilgan. Saloni bir xil o'shalar bilan. Xo'p, sidenasiga keladigan bo'lsa, sidenalari buni polni elektropaket bo'ladi. Bular sidenasida Abduf, Abagrev hammasi bo'ladi. Bu yog'ini ochadigan bo'lsa, mana barcha joyi bor. Bu yerga mashina dokumenti nimadirlar solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda fara ligirovka joylari bor. Bu yoqda mana rullarga keladigan bo'lsak, mana shu rul o'zgargan. Bu yoqda mana mashinani distansiya ushlab ketadigan multimediyasi. Bu yoqda dvorniy taraflari, bu yoqda farlarni o'chirib yoqsa bo'ladigan knopkalari hammasi qo'yilgan. Buni rullari mana tepa pastga bo'ladi. O'zingizga ham tortsanglar chiqib tushadi. Xohlagancha ligirovka qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p. Ana endi u yoqdan kelsanglar, u yoqdan yana bitta ko'ramiz. Xo'p, ana endi bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, birinchi o'chib sidenasini ham ko'rib olamiz buni. Sidenasining rangi o'zgargan, salon rangi sal boshqacha bo'lgan. Xo'p, sidenasi Abduf Abagrev bo'yatganda, bu yoqni ochadigan bo'lsak, bu yoqda barchovlari, mana torpedkasi, shumkalari yaxshi chiqadi bularni. Mana bu joylari polni yonib turadi o'rtoqlar. Deflektor joylari, bu yog'ini barchovni ochadigan bo'lsak, nimasi zo'r mana ko'rasizlar, chuqurligini. Va shu chuqur bo'ladi. Kattaligi ham bir xarj. Buni barcha chuqur bo'ladi. Xo'p, bu yoqlarga keladigan bo'lsa, zaryadkasi 50 watt bo'lgan va o'zi shamol chiqazib, telefon qizib ketmasligini ham oldini oladi. Boya aytganimdek,
Skorslar xrustalniy bo'lgan, oldingi eski chempionlarda, Song Plus'da katta bo'lardi. Keyin mana bu variantdan foydalanishgan. Bu yoqda avtoparkovka, avtohol, hamma narsasi bor. Mashdan polniy ovozi baland past qilib, mana bu knopkalardan sportlik o'tkazsanglar ham bo'ladi. Pastgani joylari chempionlar baribir uje nima desa bo'ladi, uje bizning odamlar o'rganib bo'lgan, sinovdan o'tgan. Xo'p, keyin yana ko'radigan bo'lsak, tepalarda buni polniy o'sha boya aytganimdek, yana shtorka, parda, hamma narsasi bor. Bu yoqlarni tushiradigan bo'lsak, ochadigan bo'lsak, tepa chiroqlari bo'ladi. Ochib yopganda yopiladi. Buni nimaga ko'rsatiladi? Har safar bir xil panorama tomlarda ko'pida mana shu chirog'i bo'lmaydi. Shtorkasi borlarda qo'yiladi. Bularda uje panoramami, boshqami, hammasi bor. Mana tepa konsolda mana shtorkalarni mana shundan ishlatasizlar, luklarni ham mana shundan ochib, mana shundan yopib qo'ysanglar bo'laveradi. Hammasi mana shu ishlaydi. Xo'p, ana endi sizlar bilan yana bitta yurib ko'ramiz. Ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, hozir mana yomg'ir yog'ayotgani uchun ustidan bitta ko'rib chiqdik. Endi yurishni ham bitta salonda ozgina haydab aytib ketaman qanaqaligini. Tortishlari ko'ryapsizlarmi? Zo'rda bor-ku. Elektromobil haydaganlar mendan ko'p savol berishadi. Elektromobil olsa benzindan keyin qiynalmaymizmi deyishyapti. Men nazarimda, men o'zimda bitta elektro haydaysizlar-ku, uje benzin haydaganlar kelmay qoladi. Qaysi ma'noda? Chunki bularda skorost bo'lmagani hisobiga necha tezlikda ketayotgan bo'lsangiz ham, shuna gazni bosadigan bo'lsangiz, skorost birinchi tashab keyin razgom olmaydi, joyda razgom oladi. Bu degani manevr qilishlarga ham oson, mashina upravleniyasiga ham oson bo'ladi. Endi hozir bizda hamma yoqda radarlar bor, o'zi 60-70 bo'lib qolgan, lekin zapas ot kuchi borligi, lekin mashinaning ot kuchi ko'pligi odam o'zini bezopaslikligi uchun ham bir xil joylarda kerak bo'ladi. Bizda faqat tez yursa, faqat falokat nimadir bo'ladi deyshadi. Yo'q, naborot mashina qancha kuchli bo'lsa, qancha aqlli bo'lsa, naborot mashina ham sizni hayotingizni saqlab qolishi mumkin, o'rtoqlar. Xo'p, bu mashina hozir nalichi tayyor turibdi, o'rtoqlar. Kimga agar shu mashina qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari bizda boshqa turdagi mashinalar ham bor. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Agar o'zimizda bo'lsa, o'zimizdan, bo'lmasa mana shu bolalardan topib berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, ishinglar oson bitib ketadi. Hammaga rahmat. Kanalga like va podpiska bosib kuzatib turinglar. Oxir payt kamroq mashina chiqazayotgandim, chunki yengilliklar kam edi. Endi hozir ko'p yangi mashina kirib kelyapti. Sekin-sekin hammasini yangi mashinalar bilan sizlarni ham tanishtirib chiqazib boraman. Hammaga rahmat. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'rtoqlar like bosib qo'yinglar. Yo'llar. Atak hadoy bor, normalniy o'zgarib qolibdi, bor, yumshoq yuryapti. Sezdingmi sana? Yaxshi bo'lgani? Zo'r bo'lgan.